Havo yana sovisa, ko'pchilik uchun tanish holat boshlanadi. Yoningizda kimdir biroz aksirsa, siz ham 3 kun yotoqqa mixlanasiz. Qimmat-qimmat vitaminlar ichasiz, qalin kiyinasiz, o'zingizni ehtiyot qilasiz. Lekin yoningizda shunday odamlar borki, qishda yengil kiyinib yursa ham, sovuq suv ichsa ham umuman kasal bo'lmaydi. Odamga alam qiladi. Nega aynan mening immunitetim bunchalar past? Muammo yoshingizda, sovuq havoda yoki genetikada emas. Biz yillar davomida o'zimiz sezmagan holda organizmning himoya tizimini o'z qo'limiz bilan qanday ishdan chiqarayotganimizni tushunmaymiz. Bugun sog'lig'ingizni tubdan o'zgartiradigan ilmiy haqiqatlarni gaplashamiz. Ko'pchilik immunitetni xuddi bir devor yoki qalqon deb tasavvur qiladi. Kasal bo'lyapmanmi, demak immunitetim tushib ketibdi. Dorixonadan qandaydir dori olib ichaman, uni ko'tarib qo'yaman deb o'ylaymiz. Afsuski, organizm bunday ishlamaydi. Immunitet bu bitta dori bilan ishga tushib qoladigan mexanizm emas. Bu yuzlab turdagi hujayralar va signallar bir vaqtda ishlayotgan murakkab tizim va bu tizimda kuchaytirish emas, muvozanat muhim. Masalan, autoimmun kasalliklari immunitetning kuchsizligidan kelib chiqmaydi. Aksincha, immunitet me'yordan ortiq faollashib, o'zining sog'lom hujayralariga zarar yetkazishni boshlagandan keyin paydo bo'ladi. Demak, immunitetni qanday ko'taraman degan savolning o'zi xato. To'g'ri savol qanday qilib uni muvozanatga keltiraman bo'lishi kerak. Endi nimalar bu muvozanatni buzishini aniq faktlar bilan ko'rib chiqamiz. 6 ta hayotiy haqiqat. Birinchi haqiqat, immunitetingiz qonda emas, ichakda. Biz kasal bo'lsak, yechimini darhol qondan izlaymiz. Aslida esa inson immun hujayralarining 80% yo'g'on ichakda joylashgan. Ichakdagi mikrobiota immun hujayralariga nima xavfli va nima xavfsiz ekanligini ajratishga yordam beradi. Ammo biz shakar, fast food va eng yomoni har bir shamollashda vrach ko'rsatmasisiz antibiotik ichish orqali u yerdagi tabiiy muhitni o'ldiramiz. Ichakda yallig'lanish bo'lsa, qimmatbaho vitaminlaringiz qonga so'rilmaydi. Muammoli ichakka qimmat dori ichish bu poydevori chirigan uyga yaltiroq tom yopishdek foydasiz ishdir. Ikkinchi haqiqat, uyqu bu shunchaki dam olish emas. Yaqinda olimlar bir tadqiqot o'tkazdi. 8 soat uxlaganlar va 6 soatdan kam uxlaganlarga bir xil sovuq virusi berildi. Kam uxlaganlar guruhida kasallikka chalinish keskin yuqori bo'ldi. Buning sababi aniq. T limfositlar faqat siz chuqur uyquda bo'lganingizda to'liq faollashadi. Kechasi soat 2 da telefonga tikilib o'tirsangiz, tana o'zini tiklash jarayonini o'tkazib yuboradi. Uchinchi haqiqat, stress himoyani o'chiradi. Men to'g'ri ovqatlanaman, vaqtida uxlayman, lekin baribir kasalman deydiganlar, diqqat qiling. Agar siz doimiy asabiylashish va stressda yashasangiz, qoningizda kortizol gormoni yuqori bo'ladi. Biologiya shunday ishlaydiki, kortizol yuqori bo'lganda immunitet avtomatik ravishda pasayadi, chunki tana o'zini xavf ostida his qiladi va bor energiyasini qochish yoki kurashish uchun mushaklarga yo'naltiradi. Virus bilan kurashish esa vaqtincha to'xtatiladi. Doimiy stressda yashasangiz, organizm doimiy himoyasiz qoladi. 4-chi haqiqat, D vitamini tanqisligi. Immunitet hujayralarining yuzasida aynan D vitamini uchun mo'ljallangan retseptorlar bor. Ya'ni bu hujayralar D vitaminisiz to'liq ishlay olmaydi. Asosiy manbamiz quyosh bo'lgani uchun qish faslida ko'pchilikda bu vitamin yetishmovchiligi boshlanadi. Agar tez-tez shamollasangiz, bitta oddiy qon tahlili orqali D vitaminini tekshirtiring. Natijani ko'rib, ehtimol o'zingiz ham hayratda qolasiz. 5-chi haqiqat, shakar va himoya hujayralari. Har safar shirin, gazlangan suv yoki to'rt yeganingizda qondagi glyukoza keskin ko'tariladi. Bu holat qondagi neytrofillar faoliyatini bir necha soatga sekinlashtirib qo'yadi. Kuniga 3-4 marta shirinlik yeyish orqali siz o'z himoya tizimingizni butun kun davomida ishdan chiqarib qo'ygan bo'lasiz. 6-chi haqiqat, yolg'izlik sog'liqqa bevosita ta'sir qiladi. Yuzlab ilmiy ishlarni birlashtirgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy izolyatsiya va doimiy yolg'izlik tanada surunkali yallig'lanishni chaqiradi. Yallig'lanish esa immunitetni zo'riqtiradi. Oilasi tinch, do'stlari bilan muntazam muloqotda bo'lgan odamlarning kamroq kasal bo'lishi bu shunchaki gap emas, tibbiy faktdir. 4-chi qism yechim. Endi reallikka qaytamiz. Immunitet qandaydir mo'jizaviy dorilar bilan bir kunda tiklanib qolmaydi. U sizning kundalik odatlaringizning natijasidir. Sizdan talab qilinadigan birlamchi narsa shakarni kamaytirish, vaqtida uxlash, ichaklarni tozalash va asabni asrash.
Ko'pchilik aynan shu bazaviy qoidalarni bajarmasdan qandaydir sehrli dori izlashda xato qiladi. Lekin agar siz ushbu sog'lom odatlarni yo'lga qo'ygan bo'lsangiz, endi organizmga haqiqiy va xavfsiz tabiiy yordamni berishingiz mumkin. Aynan shu maqsadda Sunnah Products mutaxassislari sun'iy kimyoviy qo'shimchalardan xoli bo'lgan, asrlar davomida samarasi isbotlangan tabiiy ne'matlarni taqdim etadi. Xo'sh, yuqorida biz sanab o'tgan muammolarni hal qilishda nimalar yordam beradi? Birinchisi, qora sedana kapsulalari. Biz immunitetni kuchaytirish emas, balki muvozanatga keltirish kerakligini aytib o'tdik. Qora sedana tarkibidagi timaxinon moddasi to'g'ridan-to'g'ri immun tizimini barqarorlashtiruvchi faol element hisoblanadi. U tanadagi ortiqcha yallig'lanishlarni bosib, hujayralarni himoya qiladi. Ikkinchisi, qusta tip kistal hindi. Vrach nazoratisiz ichiladigan antibiotiklar ichakdagi foydali bakteriyalarni o'ldirish haqida gapirdik. Qusta tip esa tabiatning xavfsiz vositasidir. U ichak mikroflorasiga zarar yetkazmagan holda organizmni tozalashga va qondagi himoyachi hujayralar ishini tabiiy rag'batlantirishga yordam beradi. Uchinchisi, zarchava va zanjabil. Bu mahsulotlar organizmni ich-ichidan toksinlardan qutqarish va jigar faoliyatini yengillashtirish uchun ideal vositadir. Tushunishimiz kerakki, bu mahsulotlar siz kasal bo'lib yotib qolganingizda ichadigan tez yordam dorilari emas. Bular siz sog'lom paytingizda organizmingizning poydevorini mustahkamlaydigan kunlik sifatli va tabiiy ozuqalardir. Tafsilotlar va mahsulotlarga buyurtma berish uchun video ostidagi havolaga o'tishingiz mumkin. Bugungi videoning eng muhim xulosasi: immunitetni kuchaytirish kerak emas, uni buzmaslik kerak. Uyqu, toza ichak, xotirjamlik va D vitamini. Shu to'rttasi to'g'ri ishlasa, tanangiz o'zini o'zi himoya qila oladi. Bugun sanab o'tilgan 6 ta haqiqatdan qaysi biri siz uchun yangilik bo'ldi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videoda nega shuncha antibiotik ichsangiz ham kasal bo'lishdan to'xtamayotganingiz haqida gaplashamiz. O'zingizni asrang.